Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi videomizda sharner o'rnatishni yana bir usulini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Sharner o'rnatishning juda ko'p usullari bor. Ulardan birini oldin ko'rsatib o'tgandik, yana birini bugungi videomizda qo'limizdan kelgancha ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Unda biz boshladik. Sharnerimizni avvalo uzunligiga bog'liq. Sharnerimizni uzunligiga qarab mana qo'yadigan listimizni shunga qarab uzun kalta qilib kesib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu listimiz hozir mana 9 sm ga 3,5 sm qilib kesib oldim. Qalinligi 3 mm dan kam bo'lmasligi kerak. Bu 4 mm. Bironta ugulikdan kesib olsak ham bo'ladi. Keyin mana sharnerimizni markazi mana shu bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda markazdan примерно 1 sm qochirib prixvatga qilib olishimiz kerak. Mana shu holatda. Darvozamizni bir juftini mana shu holatda sharnerni qo'yadigan bo'lsak, bir juftini mana bu holatda qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'ng chapi bor. Ana shunga ahamiyat berishimiz kerak. Mana shu holatda prixvatga qilib olamiz. Mana shu holatda prixvatga qilib oldik. Mana bir juft bu tomonga qaragan bo'ladi, mana bir juft bu tomonga qaragan bo'lishi kerak. Shunday qilib prixvatga qo'ygandan keyin mana bu joyini, keyin mana bu joyini yaxshilab svarka qilib olamiz. Yana bir gap, svarka qilayotganimizda sharnerimizni mana shu holatda yopiq holatda svarka qilishga e'tibor berishimiz kerak. Agar mana bu holatda ochib qo'yib svarka qiladigan bo'lsak, bu yerga shilaq sachrab, keyin sharnerimizni aylanishiga xalal berishi mumkin, og'ir bo'lib qolishi mumkin lift. Shuning uchun yopiq holatda svarka qilishimiz kerak. Mana zaklotnolar tayyor. Sharnerni mana qo'yayotganda mana shu stikni o'rtasiga turish kerak. Mana shu sharner mana o'si stoyka bilan darvozamizni o'rtasiga turishiga ahamiyat berishimiz kerak. Bu tomoni ham xuddi shunday holatda, to'g'ri holatda qilib prixvatga qilib olishimiz kerak bo'ladi. Agar bir tomoni to'g'ri va bir tomoni qiyshiq bo'lib qoladigan bo'lsa, yoki bir tomoni qiyshayib ketsa, keyin darvozamiz ochilayotganda og'ir bo'lib qoladi. Yoki ertaga chiqqanidan keyin solishimiz qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun prixvatga qilishdan oldin juda e'tibor berishimiz kerak o'rtasida turishiga. Mana shu o'rtasini, mana stikni o'rtasiga to'g'rilab prixvatga qilib olamiz. Keyin bemalol quyishimiz mumkin. Keyin yana svarka qilayotganda faqat bu tomoni, keyin ichkari tomoni qilinadi. Mana bu tomoni qilinmaydi. Agar shveller bo'ladigan bo'lsa, mayli bu tomonni qilsak bo'ladi, lekin darvozaning profilini bu tomonini qilmaymiz. Chunki hamma tomonni svarka qiladigan bo'lsak, profilimiz yuqa, svarkani yonidan yuk kelgandan keyin shunday ko'chib ketishi mumkin. Shuning uchun faqat uzunasi tomonni qilamiz, bu tomoni svarka qilinmaydi. Hali svarka qilayotgan jarayonni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shu holatda o'rtasiga qotirib olamiz.
Agar list ustiga chiqib ketgan bo'lsa, profil ustida list bo'ladigan bo'lsa, list tikesi profilni o'ziga svarka qilishimiz kerak. List ustidan qo'yib bo'lmaydi. List ustidan qo'yish uchun orqa tomonini to'liq svarka qilishimiz kerak bo'ladi list. Shuning uchun listni o'zini kesib olamiz. O'zini kesib olgan ma'qulroq, osonroq. Mana shu holatda ikkala sharnerni ham profatga qo'yishimiz kerak. Tepadagi, pastdagini ham keyin bemalol quyishdan oldin yaxshilab mahkamlab bir ochib olib ko'riladi. To'g'ri bo'lsa keyin bemalol quyish mumkin. Mana sharnerimizni svarka qilib oldik. Boya aytganimdek, mana tepa tomoni va past tomonini mana svarka qilganimiz yo'q. Endi darvozani ochamiz. Darvozamizni mana ichki tomoni sharnerni ochganimizda, darvozani ochganimizda mana ichkari qismini ikkili elektrodda yuqaq quyib chiqishimiz kerak bo'ladi. Agar uchlikda qo'yadigan bo'lsak, darvozani yopganimizda profil qadalib qolishi mumkin. Mana shu yerga tegib darvozamiz yana ochilib ketishi mumkin. Shuning uchun ikkili elektrodni yuqaq quyib orqaga tashib tashlasak, shu bilan ishimiz bo'ldi.